obunachilar. 3-filialimizda telefonlar shunaqa ko'p, original aksessuarlar deysizlarmi? Zo'r smartfonlar shu yerda. Akbarxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Xudo xolasa, smartfonlaringiz holatiga gap so'z yo'q. Har birini tekshirib chiqdim. Narxlarini ham zo'r narxlarda qilib bering. Obunachilarimizni mazza qilib ishlatasiz aka. Xo'p bo'ladi aka, narxlar arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek aka, S10lar juda ham ideal holatda. Bular $130 dan A+ holatda. Hozir S10 anchadan beri kelmayotgan edi. Mana obunachilar ko'pchilik so'rashayotgan noyob modellar shu yerda inshaalloh. Endi esa S15 ga to'xtalamiz. Aka, o'ta tiniq, ideal holatda bular sassenasi. Aka, hozir o'zim kelib $160 sotyapman aka. Bularni obunachilarimizga $150 dan qilib beraman aka. Obunachilar $180 ga sotamiz bu modellarni. Xudo xolasa zo'r chegirmada. Zo'r yangiligim bor, yana obunachilarimizga ko'rib turganingizdek flip to'rlarimiz kirib kelgan, har bitta svetdan bor, salafarlar olmagan A+ holatda. Eng qiziq joyi bu smartfonlarda 512 talasini $230 dan qilib beraman. O'zi 256 230 sotyapman. Bu narxlarda xudo xolasa hech qayerda topisha olmaydi. O'zi 256 dan 240 sotamiz kerak bo'lsa. Albatta. Obunachilar 512 talikni olyapsizlar. Bu zo'r imkoniyatdan foydalaninglar. S21 Plus'imizga ham tiniq holatda, ideal sosteniyada bu smartfonimizni $220 ga qilib beraman. S20 Plus'imiz esa BTS Edition Svetda $199 ga, kerak bo'lsa 240 230 ga sotganman bu smartfonlarni. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim joiz. Mana shu BTS Edition'da Koreyaning spetsialniy guruhi bor, BTS Edition. O'sha uchun chiqarilgan noyob bo'ladi, metal yurachalargacha bo'ladi. Shunaqa noyob smartfonlar 3-filialda bo'ladi. Ijmo turamiz kirib kelgan, juda ham ideal holatda ko'rishingiz mumkin. Sosteniyasiga baho berasizlar. Bu esa $309 ga. Undan tashqari iPhone 13 Pro'larimiz kirib keldi. 128 talik 90, 93, 87 yomg'ich atrofida sim o'tgan. Yana savol aka, bu telefonlar radno holatdami aka? Hamma radno, ichlari ochilmagan, garantiya kafolatlari bor. Aynan men gaplashdim. Aynan mana shu partiya radno holatda kelgan 100%, 87%li esimlargacha o'tgan. Bironta petnosi yo'q. Eng qiziqarlisi moviy osmon rangda, ideal sosteniyada. Mana salafarlari daji olinmagan. A+ segmentda. Haqiqiy eksklyuziv yonlarda ham bironta petnosi bo'lmaydi. A+ telefon shunaqa telefon bo'ladi, xudo xolasa. iPhone 13 kirib kelgan, hammasi 90 dan baland, 92, 93. Eng qiziq bu smartfonlar sim o'tgan holatda $330 dan. Bu smartfonlarda hammasidan bor. Green sveti, violet sveti hamda pink ranglardan bor mana. Mashalloh, bu svetlar ayniqsa pink ranglarni bozordan topish juda qiyin bo'ladi, hurmatli obunachilar. Aynan iPhone 15 ham zo'r chegirma bo'lyapti. Deyarli biz hozir yangi deb o'yladik, lekin absolyutno yangidek holatda ekan, xudo xolasa qora rangda. Bu smartfonni $495 ga 13 Pro Max qarang. O'ta tiniq holatda, sim o'tgan holatda, bunisi esa $495 ga beraman. Inshaalloh, hurmatli obunachilar, zo'r narxlar. 500 dan qimmat sotiladi 13 Pro Max'lar. Yaqinda ochilishiga qaramasdan bu magazinda mana shuncha iPhone assortimenti. Aka, menga ixcham iPhone'lardan ko'rsating. Ko'p obunachilarni so'rashyapti bizdan. iPhone 13 mini 128 ta 97 yomg'chda, 128 ta 98 yomg'chda bu smartfonlar $269 dan sim o'tgan holatda qilib beraman. Bu O'zbekistonda ishlamaganlar $300 atrofida sotiladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz. iPhone 2 minilar ham bor ekan. iPhone 2 minimiz bor. Sim o'tgan holatda $209 dan. iPhone 13 juda ham bardoshli smartfon. Bu smartfon $320 ga beraman. Bilasizlar, 330 dan kam sotilmayapti. Bu esa 128 talik varianti, 64 talik narxida, xudo xolasa. $375 dan 128 talik 90 dan yuqori baland 12 Pro Max'larimiz bor. Ideal sosteniyada sim o'tgan holatda. O'zim Galaxy S24 ni rosa ishlatim keldi. Aka, S24 dan zo'r chegirma qilib berishingizni xohlayman aka. Bo'ldi akajon, mana ideal sosteniyada tiniq holatda sim o'tgan bu smartfonimizni $399 ga qilib beraman. Mashalloh, 400 dan qimmat sotamiz. Obunachilarimizga juda ham ajoyib noyob smartfonlarni chegirmada qilib beramiz. 256 talik Afissanni Dubai versiyasi $630 ga, 512 talik esa $650 ga, 256 talik narxida. Hurmatli obunachilar, Dubai regionida natural bironta petnosi yo'q, yangidek bu zo'r sosteniya, zo'r narx deb ayta olaman. Kun chegirmasini obunachilarga taqdim etaman. XSimiz $150 ga 64 talik. Bilasiz, $178 dan sotamiz bu telefonlarni. 14 Pro Max'ga baho berasiz. 128 talik $600 sotilayotgan bir pallada men sizlarga 256 84 yomg'chda $575 ga beraman. iPhone 13 Pro ga baho berasiz. 320 sotilayotgan bir pallada iPhone 13 Pro 128 87 ni $290 ga beraman. Hurmatli obunachilar, 12 Pro'lar $305 dan kelyapti. $610 dan kelyapti Koreyadan mana shu telefonlar. Bu Koreyadan kelayotgan narxlardan da arzon narxlarda qo'yilyapti har biri.
Mana tashlab buyuradi do'konimizda. Biz sizlarni albatta rozi qilamiz. Berayotgan smartfonlar juda qimmat olib qolib, olayotganlarni arzon qilib beramiz. Xudo xolasa, ish faoliyatimiz ertalab soat 8 dan kechki soat 11:00 gacha.